Tasavvur qiling, million-millionga uy qurdingiz-da, lekin u yoqda kerakli paytda chiroq o'chib qoldi. Tatimaydi, o'rtoqlar. Mana bu xonadonda hamma narsasini oldini olib, generatorlargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Qaranglar, mana bu xonadonning egalari ro'parasiga yangi uchastka solib, o'sha yoqqa ko'chishibdi, lekin bitta savol-da, o'rtoqlar. Bundan zo'r uchastka bo'lishi mumkinmi? Qarang, Toshkentning eng baland nuqtalaridan birida joylashgan ekan. 6 sotuv maydon fasadi hamma uylarga o'xshab 20 metr emas, bu xonadonniki 30 metr fasad qilingan ekan. Avtomat ochiladigan darvozalari, archalari, yashil maydonlariga alohida e'tibor berib, qimmat-qimmat daraxtlarni qo'yishgan ekan. Ichidan birorta narsani olib chiqib ketmayman, hamma mebel texnikalari qoladi deyishyapti. O'rtoqlar, Yunusobod 18-kvartali ro'parasida Amerika gospitalining orqasida joylashgan, yo'lli yuzdan 200 metr, 300 metr kirganda joylashgan mana bu xonadonimiz yaxshi mahalla, elit mahallada qurilgan ekan. Ichkarilarni o'zingizlar bitta ko'rib beringlar. Har doim ko'cha tomonidan mana bu saroy ichlari qanaqa bo'lsa kerak deb ichingizdan savol o'tadimi? Lekin o'rtoqlar, bu safar ichkarilarni ham ko'rsatib beramiz. Qaranglar. O'z davrining eng zo'r hashamatli uylaridan biri hisoblanadi. Hozir o'zida ham uncha-muncha uyi oldida zo'r hisoblanadi. Yashil maydonlari bor, tapchanlari, landshaft zonalari, katta bir mana shunaqangi basseynlari, yozgi oshxonalarigacha qilingan, binoga 2-3 ta joydan kirish eshiklarigacha bor. Ichkarilarni umuman aytmasa ham bo'laveradi. Shunaqangi did bilan ta'mirlab qo'yishibdi. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlarni ham video davomida albatta aytib o'tamiz. Menga eng yoqqan tomoni mana shu hovlisi bo'ldi-da. Juda ham chiroyli bir hovli bo'lgan. Mana bu daraxtlar, gullar o'ziga juda ham yarashib turibdi. Kirgan odam maza qilib yashaydi o'zi ham. Agar menga shu xonadonni hadya qilib yuborishganda, ertagayoq ko'chib kirardim. Hamma qarindosh-urug'larimni chaqirardim-da, ehson dasturxoni yozardim. Qaranglar, bu xonadonda kerak bo'lsa, to'y qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Shunaqangi hovlisi katta. Binoni yeridan ham ko'ra, hovlining yeri juda ham katta qilingan. Asosiy eshikdan kirib sizlarga ko'rsatib beramiz. Undan tashqari ham eshiklarimiz bor. Basseyn tomonga chiqadigan qilib qilishgan. 6 sotuv maydon, to'g'ri burchak, fasadi 30 metr kenglikka ega, 7 ta xonali, undan tashqari 2 ta hollari ham bor, to'liq podvallari ham qilingan ekan. Hurmatli mijozlar, binochiga kirishimiz bilan mana shunaqangi kattagina hol orsteklorgacha qilingan, katta bir lyustralari va yumshoqqina mebellar bilan jihozlab qo'yilgan. Klassik uslubdan ta'mirdan chiqarilgan menga eng yoqqan tomoni mana bu chiroyli eshiklari bo'ldi. Kiruvishini tambur qilishgan, ikkitadan eshik qo'yilib, qishda suv kirmasligi uchun, yozda bo'lsa ichkaridagi sovuqlikni saqlab qolish uchun qilingan narsa. Ya'ni o'ylab o'zlari uchun qurilgan joylar. Qaranglar, mana bunday chiroyli bir kamilli mehmonxona. Endi buni o'zi qisqa, tor doira uchun o'zlari uchun qilib qo'yilgan. Undan tashqari katta mehmonlar kelib qolsa ham katta bir mehmonxonalari ham bor. Ajoyib bir oshxonamiz. Bu yerda bemalol yengil nonushta qilish uchun ham sharoitlari bor. Oshxona mebellarini ko'ryapsizlar. Lekin mana bu dizaynlar bor-ku. Shu 5-6 yil oldin yoki 10 yil oldin ko'rganinglarda eng zo'r dizayn bo'lardi. Nomeratin dizayn bo'lardi. Chunki hozir o'rtoqlar neoklassikalar chiqib ketdi, minimalizm chiqib ketdi. Lekin buni o'rni umuman boshqacha. Mana bu klassik uslubdagi remont hali ham qanaqadir o'zini o'rnini saqlab qolgan. Kattagina mehmonxonalari, lyustralari bor, orsteklorlari qo'yilgan. Remontlari zo'r holatda turibdi. Ko'rayotganinglardek, hech qanaqa buzilib ketgan, tushib ketgan joylari yo'q o'rtoqlar. Bu yo'lda o'zi yeri narxi 60 ming atrofida deyishyapti. Video davomida narxini aytib o'taman, o'zingizlar baho berasizlar. Farzandingizga chiroyli bir yotoqxona, ichkarida o'zining garderoblari ham bor ekan, divanlari, shkaflari, barcha kerakli hamma narsasi bor. Xullas, bu uyga faqat o'zingizlarning kiyiminglar bilan kelsanglar bo'ldi o'rtoqlar. Mana bu tomonda qaranglar, xonalarning ko'pligini aytmaysizlarmi? Birinchi qavatda o'zida ham qator bir xonalar, chiroyli bir eshiklar, o'zini alohida yuvinish xonalari, tahorat olish uchun sharoitlari va alohida hojatxonalarni ham alohida qilib qo'yishgan ekan. Xullas o'rtoqlar, kanalizatsiya, kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Amerika gospitalini bilasizlar, betonkani bo'yidagi Yunusobod 18-kvartali ro'parasida joylashgan. Menga ham shunaqa chiroyli uylar, chiroyli hovlilar nasib qilsin deganlar, bitta like bosib qo'yinglar. Ko'chalari kengina ekan, kechqurunga chiqishdan boshlangan kartinalarni ham ko'rishinglar mumkin ekan.
Mana bu manzarani qaranglar o'rtoqlar. Mana shu tomonda juda ham chiroyli ko'rinyapti-da. Mana bu holda qilingan patologlar, o'rsteklovlar, natijnoy patologlar juda ham zo'r. Gilamlari o'zlariga yarashib turibdi. Allohga oson, bizni ham oilamizga mana shunaqangi bir-biridan chiroyli xonalari, ajoyib bir sharoitlarga ega bo'lgan hovlilar nasib qilsin deganlar. Like bosib yaqiningizga yuborib qo'yinglar. Bu tomonda ham birinchi qavatda tepasi xuddi shunaqa planirovka bo'lyapti va birinchi qavat qanaqa sanuzel bo'lsa, bu yerda ham shunaqa sanuzel bo'lyapti. Katta keng rakvinalarigacha bor. Alohida yotoqxonalar qilingan. Ikkinchi qavatga ham yumshoq mebellar bilan jihozlab, bemalol o'tirib gaplashib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu tomonda ham mana katta bir mehmonxonalari qilingan ekan. Lyustralarni, patologlarni ko'ryapsizlar. Xullas o'rtoqlar, o'zlari uchun qurilgan joy. Men boshda aytganim sababi bu uyni olgan odam hozirgi egasi bilan qo'shni bo'lib yashaydi, xudo xolasa. Demoqchi bo'lganim, bunaqa qurilishlardan, boshqalardan muammo bo'lmaydi deyishyapti. Lekin bundan zo'r uchastka qanaqa bo'lishi mumkin? Yana o'rtoqlar, qaranglar, hamma sharoitlari bor. Mana bunaqangi katta ota-onalar yotoqxonasi qilingan. Dars qilish uchun stollarigacha sharoitlar qilingan. Ya'ni xonalar keng qilingan ekan. 595 ming pulida bo'lganda mana shu xonadonni sotib olgan bo'larmi deylar. Agar siz bundan ham arzonroq hovli qidirayotgan bo'lsangiz, ibozor.tv.uz saytimizda juda ham ko'plab uylarimiz berib borilyapti. Masalan, sizga 100 mingdan 200 minggacha bo'lgan uylarni ro'yxatini tayyorlab qo'ydik. Pastda bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, 7 ta xona bo'lyapti. Mana bu chiroyli ota-onalar yotoqxonasi oxirgi xona hisoblanadi. To'g'ri, hozir qurbimiz yetmasligi mumkin bunaqangi xonadonlarga. Lekin bir kun kelib inshaalloh biz ham asta-sekinchilik bilan shunaqangi xonadonlar egasi bo'lamiz. Ota-onalarimizga shunaqangi uylarni sovg'a qilamiz inshaalloh. Allohga oson. Sababini mehnatni qilyapmiz, natijasini Alloh beradi albatta. Hammanglarga shunaqangi chiroyli uylarni tilab qolamiz. Kuninglar yaxshi o'tsin. Ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Egalarga bemalol telefon qilaveringlar, batafsil ma'lumotni o'zlaridan olib